Pedofiliya nima? Bu seksual xulq-atvorning buzilishi. Ya'ni pedofiliya bu erkakmi, ayolmi, yosh bolalarga, rivojlanmagan, hali shakllanib ulgurmagan bolalarga bo'lgan seksual qiziqishlar. Inson qanday qilib pedofilga aylanadi? Ko'p holatlarda pedofillar voyaga yetmagan paytda jinsiy zo'ravonlikka uchragan shaxslar bo'lib chiqadi. Jamiyat qanday munosabatda bo'lish kerak? Bir marta jinsiy zo'ravonlik qilgan shaxs u ikkinchi marta uni baribir qiladi. Ularni o'sha o'ldirish kerak, tamom. O'ldirib qutulasiz. Bolalarni himoya qilishda qanday choralar samarali bo'ladi? Shaxsiy chegarangni o'zing chiz, ehtiyot qil o'zingni o'zing. Biz katta jamiyatdamiz va xavf har doim bizda. Nega ba'zi pedofillar qurbonlarini o'ldiradi? Pedofil manyak o'ldiradi. Narigi pedofil u jinsiy zo'ravonlik qilib yashab yuraveradi. Oila quradi, bola chaqasi ham bo'ladi ular. Kimyoviy kastratsiya samaralimi? Bugun biz jamiyatda og'riq, xavotir va ko'plab savollarni keltirib chiqaradigan mavzuni muhokama qilamiz. Bu pedofiliya. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugungi mehmonimiz taniqli va hurmatli psixolog Shoira opa Isakova. Assalomu alaykum Shoira opa. Va alaykum assalom. O'zingizni vaqtingizni ajratib bizni taklifimizga yo'q demasdan kelganingiz uchun sizga kattakon rahmat deymiz. Shoira opa, birinchi savolim ilmiy nuqtai nazardan pedofiliya nimaligini tushuntirib bersangiz. Xo'p. Ilmiy nuqtai nazardan oddiyroq, soddaroq va xalqimiz tushunadigan tilda tushuntirib beraman. Bu seksual xulq-atvorning buzilishi. Ya'ni psixikadagi o'ziga xos bo'lgan o'zgarishlar. Pedofiliya bo'yicha hamma olimlarning har xil qarashlari bor, lekin men agar o'zim o'sha yillar davomidagi yiqqan amaliyotimdan aytadigan bo'lsam, ular kasal odamlar. Ruhiy kasal. Faqat agar biz uni kasal deb qaraydigan bo'lsak, bu kasal ekanki o'zi deb turib davolatmaydi ham va o'sha jamiyatga xavf darajasi yuqori bo'lsa ham ular ochiqda yuraveradi. Namanganda erkak 7 yoshli ota o'z qiziga nisbatan jinsiy zo'ravonlik qilib kelgani qamoqdan qochgan aniqlandi. pedofil 3-sinf qizni zo'rladi. Buni kasal ekanligini tan olishimiz kerak. Ya'ni pedofiliya bu erkakmi, ayolmi, yosh bolalarga, rivojlanmagan, hali shakllanib ulgurmagan bolalarga bo'lgan seksual qiziqishlar. Bu ham og'ish, juda katta og'ish hisoblanadi. Muammo hammamizniki. Ani faqat psixolog chiqib gapirish kerak emas. Uni har bir ota-ona bilish kerak bo'lgan mavzu hisoblanadi bugungi kunda dolzarb. Jamiyatimizning har bir ongli a'zosi bu masalada befarq bo'lish kerak emas. Xuddi shunday. Odamlar o'zi qanday qilib pedofil bo'lib qoladi? Xo'p, amaliyotdan aytadigan bo'lsam, men endi ko'proq amaliyotda kuzataman, o'rganaman ilmiy amaliy nuqtai nazardan. Ko'p holatlarda pedofillar o'sha voyaga yetmagan paytda jinsiy zo'ravonlikka uchragan shaxslar bo'lib chiqadi. Ya'ni o'sha qo'shnisi tomonidan, amaki, tog'a, qarindosh urug'lar tomonidan muntazam ravishda zo'ravonlik va o'sha jinsiy zo'ravonlik qurboni bo'lib kelgan bo'ladi amaliyotda. Va ko'p holatlarda mana shu hech kimga ayta olmaslik, jamiyatga nisbatan agressiv munosabat, odamlarga nisbatan shunday bir vahshiy munosabat uni kelajakda xuddi shunday o'ch oladigan, unga qanday yomonlik qilishsa xuddi shunday yomonlik qaytaradigan jarayongacha boradigan shaxs qilib shakllantiradi. Aslida pedofillar ko'p, faqat biz ularni ko'rmaymiz. Biz ularni tanimaymiz, chunki ular bizning yaqin atrofimizdagi yurgan insonlar. Uka pedofil bo'lishi mumkin, opa tan olmaydi. Qarindoshlar o'rtasida jinsiy zo'ravonlik qilishga moyil bo'lgan shaxslar bor. Biz uni qabul qila olmaymiz. Biz unga ishonamiz, chunki u bizning jigarimiz, u bizning qarindoshimiz degan tushunchalar bor. Yoki yon qo'shnimiz, yoki otani o'rtoqlari va hokazolar. Bular uzoqdan kelmayapti-ku. Uzoq qarindoshlar. Uzoq qarindoshlar, tanishlar. Demak, biz mana shu jarayonda hammaga emas, farzandlarimiz taqdirini faqat o'zimizga ishonishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni kelajagini, taqdirini. Chunki juda ko'p jinsiy zo'ravonlik qurboni bo'lgan yigitlar bilan gaplashganimda, ularning ichida juda katta xafagarchiligi bor, alam bor, iztirob bor. To'g'ri, hammasi pedofil emas, lekin o'shalarning ichidan chiqadi shular. Ya'ni juda ham
psixikasi kichkinaligidan dars ketgan bo'ladi. Chunki o'sha azobni u o'tkazdi boshidan. Uni hech kim himoya qilmadi. Ota-onasiga aytolmaydi. Ota-onasiga aytishda ota-ona eshitmaydi bolasini-da. Mana shu holatlarda u sekin-sekinlik bilan o'ch olishga o'tadi. O'sha pedofillarni o'zi bilan shaxsan gaplashsangiz, bu masalalarga oydinlik kiritib berishadi. Ha, yillar davomida shu ichga yutilgan alamlar, psixikani kichik yoshidan boshlab dars ketishi, seksual xulq-atvorni buzilishiga yoki o'sha ruhiy kasalliklarga zamin hozirlab beradi. Shuning uchun aynan bu o'zidan o'zi pedofil bo'lib qolgan bo'lmaydi. Tagida juda katta sabablar bor. Va biz hammamiz buni bugun bilishimiz kerak. Ya'ni har ota-ona gaplashishi kerak farzandi bilan. Har ota-ona gaplashishi kerak. Bolani shaxsiy chegarasini belgilab berish kerak. Trusiklar qonuni bor. Hattoki oddiy o'sha trusiklar qonunini biz ota-ona sifatida bolamizga tushuntirmaymiz. Ya'ni bu qonun shunaqaki, kichkina yoshidan boshlab bola endi sizni eshitib tushunishni boshlagan paytda uni o'sha shaxsiy chegarasidagi eng nozik nuqtalariga hech kim yaqinlashmaslik va hech kimni yaqinlashtirmaslik haqida gapirmaymiz. Tushuntirishimiz kerak. Albatta. Mana bu joyda hech kim na o'qituvchi, na begona, na ko'chadagi senga yaqinlashishga va o'sha jinsiy a'zolaringga teginishga haqqi yo'q. Uni faqat ona, ota ham emas. Ona va onani ishtirokida shifokor ko'rishga haqli deb turib tushuntirishimiz kerak. Biz tushuntirmaymiz buni. Biz bilmaymiz bu qonunni borligini va bolalarning shaxsiy chegarasi haqida biz gapirmaymiz hech qachon. Va bolalar buni bilmaganligi uchun bu shunaqa ekan, ko'rishi kerak ekan, ko'rsatishim kerak ekan deb o'ylaydi. Va o'sha qurbonlar bilasizmi? Meni hayotimda, amaliyotimda o'sha jinsiy zo'ravonlik qurboni bo'lgan qizlar ham, yigitlar ham u zo'ravonlik qurboni bo'layotganligini his qilmaydi va ota-onasiga ayta olmaydi. Qanday aytishni bilmaydi. Nimagaki ota-ona bu ma'lumotni bolasini himoya qilish uchun aytmagan bo'ladi hech qachon. Bolam, senga kimdir yaqinlashsa, kimdir ko'chada seni ushlab o'pmoqchi bo'lsa, quchoqlamoqchi bo'lsa, bag'riga bosmoqchi bo'lsa, qochgin, kelib menga aytgin demaydi. Bizda bitta noto'g'ri stereotip borda, kattaga hurmat, kichikka izzat. Ba'zi holatlarda aytamanki, buzinglar bu stereotipni. Seni chegaringga kirayotgan kattaga, senga zulm qilayotgan kattaga, seni hayotingga qandaydir bir salbiy ta'sir qilayotgan shaxsni hurmat qilma. Ayt ota-onangga kelib. Tushuntir, gapir. Qarang, maqollarimiz ham o'sha o'zimizga teskari ishlaydi ba'zi holatlarda. Va bolalarimizni mana shu kichik yoshdan boshlab qanchalar bu mavzu qo'rqinchli bo'lmasin, biz ularni ongiga singdirib o'sha jarayonda o'zini ehtiyot qilishni o'rgatishimiz kerak. Menimcha bu intervyudan keyin juda ham ko'p mana shunday bir muhokamalar paydo bo'ladi. Va bolasi hech qachon uni ko'chada kimdir ushlab shirinlik berganini yoki kimdir uni quchoqlab bag'riga bosmoqchiligini aytmaydi ota-onasiga. Chunki ota-onalar aytishga bolalar bilan to'g'ri, yaqin muloqotlar yo'q ota-onalar o'rtasida. Bolasi bilan yaxshi muloqot o'rnatgan ota-onalar meni fikrimda, meni tanqidimdan mustasno. Lekin gaplashmay qo'ygan ota-onalar va bolalarning qo'lida telefon va bolalarning tarbiyasi bugungi kunda o'sha gadjetlarni qo'lida qolib ketgan ko'p holatlarda. Ya'ni bu hozir bu pornografiya juda ham ommalashib ketgan. Xuddi shunaqa. Jamiyatimiz qanday munosabatda bo'lishi kerak pedofiliyaga? Men 2 yil oldin bir katta saytda intervyu berganimda ham aytganman, bu fikrni yana takrorlayman. Ularga nisbatan ko'riladigan chora o'ta qat'iy bo'lishi kerak. Mana bo'lib o'tgan voqea, qamalgan joydan manzilli kolonkaga pedofillik o'tkazishgan. Emishki, uni xulqi yaxshi bo'lib qolganmish, u o'zini ijobiy tomonlama ko'rsatganmish. U ko'rsatadi o'zini yaxshi kishi qilib. Lekin u yaxshi emas, u tuzalmagan, u tuzalmaydi ham. Unga ishonish kerak emas. Bir marta qotillik qilgan odam ikkinchi marta qotillik qilmasligiga ishonchi kerak emas, chunki uni qo'li bir marta qonga botdi. Bir marta jinsiy zo'ravonlik qilgan shaxs u ikkinchi marta uni baribir qiladi. Unga ishonish kerak emas. Va eng kulgilisi o'sha yerda o'sha jazoni ijro etish muassasalarida psixolog bor. Bu bilish kerak. Seksual xulq-atvor buzilishi tuzalmasligini bilish kerak. Patsientlarni, ya'ni o'sha yerdagi qamoqdagi odamlarni o'rganib
albatta bilish kerak, pedofiliya tuzalmasligini bilish kerak. Va u chiqqandan keyin qayta jinoyat sodir etishi mumkinligini bilish kerak. Uning ijtimoiy darajasi xavfli darajada ekanligini bilish kerak. Va o'sha ko'rsatmalarini, o'sha jazoni ijro etish muassasa rahbarlariga tushuntirib borish kerak. Kerak bo'lsa odzvanka dazvanka o'tirish kerak, kerak bo'lsa yana o'tirish kerak. Chunki u tuzalmaydi. Qaytib chiqib yana shu xatti-harakatni qildimi? Takror qildimi shu ishini? Qani unga berilgan ijobiy xarakteristika? Va men kulgim kelyapti, pedofilga ijobiy xarakteristika berishyapti-da. Kimni himoya qilyapmiz? Bu Namangandagi ham holat bo'yicha ham, Ohangarondagi ham ikkalasi ham shu jinsiy anaqalar bo'yicha sudlangan shaxslarda bular. Albatta. Va yana takrorlanyapti-da, ular ozodlikka chiqib yana shu ishni qilishyapti. Qonunchiligimizda bo'shliq bor. Qonunchiligimizdagi bo'shliq pedofillarga nisbatan juda qattiq bo'lishi kerak. Mana kastratsiya masalasini qo'ydik, kimyoviy kastratsiya dedik va hokazolar yoki boshqa. Men to'g'risini aytaman. O'lim jazosidan boshqa chorani qo'llab bo'lmaydi bularga. Bularni o'sha o'ldirish kerak, tamom. O'ldirib qutulasiz. Kastratsiya qilasiz, chiqarib yorasiz, nima u qo'l bilan zo'ravonlik yetkazmaydi. Tana harakatlari bilan zo'ravonlik yetkazmaydi. Uni qo'li ham ishlaydi axir. Pedofilga farqi yo'q. Narsalar bilan ham qilish. Albatta. Boshqa bir narsa buyumlar bilan zarar yetkazishi mumkin. Aytishlari mumkin psixolog o'lim jazosini qo'llayapti. Boshqa yo'l ko'rmayapman. Chunki 2 yil ichida biz bilgan qurbonlarimiz, biz bilganlarimiz, lekin biz bilmaganlarimiz og'zini yopib uyini ichida qo'shnim bilmasin, sharmanda bo'lmaylik, mahalla bilmasin, maktab bilmasin deb ichiga yutgan ota-onalarimiz qancha? Biz bilmaymiz buni, chunki bizda o'zbekchilik, andisha bor, ariza qilmaydi chiqib. Bosishadi, o'sha jim bo'lishadi. Vaholanki men o'zim amaliyotimda juda ko'p ko'rganman, jinsiy zo'ravonlik qurboni bo'lgan o'smirlarni, o'smir qizlarni, o'smir bolachalarni, o'smirlik davriga borganda anglab qolishgan. Ular 6 yoshda, 7 yoshda, 8 yoshda, 10 yoshda, 11 yoshgacha jinsiy zo'ravonlik qurboni bo'lganlarini sezib qolganlarini ota-onasiga chiqib aytishgan, lekin kech. Na ekspertiza hal qiladi bunday holatlarda. Na bir ariza yoza olasiz, na bir isbotlay olasiz. Ba'zi holatlar bo'ladi, o'sha bilamiz, o'sha jinsiy zo'ravonlik qurboni bo'lgan, ishlayapmiz, testlar faktlarni beradi, haqiqatdan ham o'sha zo'ravonlik qurboni bo'lgan, ruhiy travma olgan, juda ham katta bir zo'riqishda, nevrozda, stressda deb beradi. Lekin biz borib ariza qilishimizga hech qanday qonunda ochiqlik yo'q. Ya'ni psixologlar borib ariza yozsa, shuni ko'rib chiqish degan sistema yo'q. Vaholanki boshqa davlatlarning qonunchiligini o'rganib ko'rganimizda ularda bor ekan. Pedagog borib ariza qilishi mumkin ekan, ota-onasi qilmasa. Psixolog shu faktlarni ko'ryaptimi? Borib ariza qilishga haqqi bor ekan. Men juda ko'p murojaat qilganman bu masalada. Mana shu otasi tomonidan jinsiy zo'ravonlikka uchrabdi, lekin ona yozgisi kelmayapti. Qo'rqyapti eridan yozishga. Men yozsam bo'ladimi deganimda, men olgan javobim, siz uni qonuniy vakili emassiz, siz ota-onasi emassiz. Ota-ona yozsagina arizani ko'rib chiqamizda, men javobni o'sha tegishli huquqni muhofaza qiluvchi organlardan men o'zim olganman. Mana shu, demak, buni bundoq vakolat doirasini kengaytirish kerak qonunchilikda. Shu bilyapmizmi, sezyapmizmi, beraylik arizasini. Biz isbotlab beradigan faktlarimiz bor. Bugun profiling ishlaydi, ha? Bugun o'sha detektor ljilar ishlaydi. Bugun o'sha tergov jarayonida rost gapiryapti yoki yolg'on gapiryaptimi? Uni o'sha suhbatlardan o'tkazgan holatda jazo choralarini ko'rish uchun qonunchilikni ozgina kengaytirish kerakmi, yo'qmi? Men nazarimda bunga sal boshqacharoq yondashuvimiz kerak. Chunki ijtimoiy tarmoqlardagi tanishuvlar orqali jinsiy zo'ravonlikka uchraganlar bor. Uni hech kim topib bera olmaydi. 3 kun o'tgandan keyin bo'ldi, tamom, u dastur yopildi. Ota-onasiga ham hattoki aytmaydi. Ayta olmaydi. Bilganida kech bo'ladi. Demak, biz qonunchilikka bugun zamonaviy texnologiyalar rivojlanganligini hisobga olgan holda qarashni ham o'rganishimiz kerak. To'g'ri.
Shoir opa, bitta intervyungizni ko'rdim. Siz kimyoviy kastratsiya qilishlik kerakligini taklif etdingizda. Berganman 2 yil oldin. Ha, 2 yil Lekin oldin. hozir meni fikrim o'zgardi. Ha, O'zgardi. Shuning uchun Chunki kimyoviy kastratsiya qilingan taqdirda ham baribir u jamiyatga qo'shiladi ertaga. Oilasiga boradi, mahallasiga boradi, ko'p qavatli uylarda yashaydi. Bitta narsani biz bo'shlig'imiz bor, o'sha pedofillarni ro'yxat nomenklaturasini yuritish allaqachon vaqti kelgan. Bilishimiz kerak uni pedofil ekanligini. kechikyapmiz menimcha biz. Menimcha biz juda ko'p narsani yo'qotgandan keyin bir qarorga kelamiz. Allaqachon buni ro'yxatda yuritilishi kerak. Nechta? 1000 tami? 1,5 mingtami? O'sha mahalla raisini qo'lida bo'lishi kerak. O'qituvchilarni qo'lida bo'lishi kerak. Inspektorlarni qo'lida bo'lishi kerak. Ular o'sha saytga qo'yilsa, saytdan kirib ko'rishlari mumkin. Albatta. Ishga olganda, Albatta. masalan, pedofillar ko'pincha professiyasi ham bolalar bilan bog'liqda, o'qituvchilar ham bor pedofillar. To'g'ri. To'g'ri. Faqat ba'zi jinoyat turlari bo'lyapti, o'sha ba'zi o'qituvchilar tomonidan ham o'sha o'smir qizlarga tegajaqlik qilish holatlarini ko'ryapmiz, kuzatyapmiz. Qonundagi ba'zi bir parametrlar javob bermaganligi uchun hech qanaqasiga jazoga torta olmayapmiz. U pedofil u. O'quvchisiga tegajaqlik qilyapti, qiliq qilyapti, behayo qilyapti. U pedofil, haqiqiy pedofil. Uni bundan maktabga olayotgan paytda o'sha seksual xulq-atvori buzilganmi, yo'qmi testdan hech kim o'tkazmaydi. U bilan individual suhbat o'tkazmaydi. Tibbiy ko'riklardan ko'r-ko'rona o'tiladi va u bolalar bilan ishlash sohasida u xavfli shaxs, u xavfli tip u. Lekin bolalar ichida ishlaydi. Mana siz bilasiz, men bilaman, SSR paytda Chikatilo degan maniyak bo'lgan. Xuddi shunaqa. U o'sha tarbiyachi, o'qituvchi bo'lib ishlaganda texnikumda. Kimyoviy kastratsiya to'g'risida ozgina tomoshabinlarimizga tushuntirib bersangiz. Xo'p. Ya'ni bu qanday amaliyot, qanaqa yordam beradi, mana aytingiz, yordam bermaydi. Ximicheskiy kastratsiya bor va xirurgicheskiy kastratsiya bor. Endi kimyoviy kastratsiya bo'yicha men bir 2 yil oldin fikr bildirganimda, yo kimyoviy kastratsiya qilish kerak pedofillarni deb o'ylaganman, lekin 2 yillik amaliyot kuzatuvlarim natijasida bildimki, kimyoviy kastratsiya mumkin emas. Nimaga? Kimyoviy kastratsiya nima? Keling, ilm nuqtai nazaridan buni qanday ta'rif beryapti? Bu tibbiy usul bo'lib, inson organizmidagi jinsiy faollikni vaqtincha yoki uzoq muddatga so'ndirish, gormonal yoki dorilar bilan uni so'ndirib turish. Va unda o'sha testosteronni pasayib ketishi jinsiy mayl va xohishni so'ndirishga olib keladi. Bu 6 oy bo'lar, 1 yil bo'lar. Organizm biologik jarayon bu. Bu kimyoviy kastratsiya bilan buni yana o'sha jinsiy holati, faolligi butun umr yo'q bo'lib ketadi degani emas-da. Ma'lum bir vaqtdan keyin organizm o'zini faolligini tiklaydi. Endi ikkinchi usul xirurgik usul, lekin xirurgik usulni qo'llash uchun shaxsning roziligi kerak. Shaxs agar rozi bo'lsa, u pedofil ham u shaxsda aslida. Rozi bo'lsa uni qilish mumkin. Uchinchi usul qo'llash mumkin, ya'ni umrbod qamoq jazosi. Ya'ni mutlaqo chiqarmaslik. Nimaga? Har qanday holatda ham pedofil bu jamiyat uchun xavfli hisoblanadi. Ayniqsa bolalarimiz uchun. 4-chi bir yechim sifatida bitta narsani aytishimiz mumkin. Har bir ota-ona farzandini o'zi ehtiyot qilish choralarini ko'rish kerak. Ya'ni ko'chada yurganida, uyga kelganida, o'sha telefonlardan foydalanayotgan paytda uni kimdir o'ziga jalb qilsa, mana shunday holatlarda o'zi hushyor bo'lish. Demak, bu yerda yana ota-onalik ilmining, ota-onalik hushyorligining oshirilishi, ya'ni farzandlarga befarq bo'lmaslik. To'g'risini aytsam, o'zi kastratsiyani o'ziga umuman qarshiman-da. Mani hozirgi kundagi bilmadim, bu talab yo o'tirish kerak uzoq muddat, 20 yil, 25 yil o'tirish kerak, lekin bizning qonunchiligimizda u ham yo'q, 18 yil, uzog'i 20 yil yoki bo'lmasam umuman o'lim jazosini aynan mana shu og'ir turdagi voyaga yetmaganlarga sodir etilgan jinoyatchilarga qo'llash masalasi. Men boshqa yo'l ko'rmadim, chunki kimyoviy kastratsiya dedim, uzoq yo'llar qamash dedim, jazoni ijro etishda uni intizomga tushmaydi u. Uni hech qanaqangi bir talablar bilan tarbiyalab, to'g'rilab bo'lmaydi uni. Bukrini go'r to'g'rilaydi deydi-ku, to'g'rilab bo'lmaydi. Men oxirgi mana shu 2 yilda juda ko'p
kuzatganlarim, ko'rganlarim, suhbatimdan o'tganlari o'shalar ham yashab yuribdi binoyidek. Jinsiy zo'ravon. Va ularning qurbonlari bilan ishlayapmiz hozir. Tiriklari bilan. O'lganlari o'lib ketgan. O'lganlari qancha? Shu yerda bitta savolim bordi, Shoir opa. Shu pedofillar mayli shu jinsiy tajovuzini qildi ishini, nimaga odamni o'ldirishyapti? Ya'ni ko'p holatlarda Pedofilni qarang, pedofilni maniakal xulq-atvori ham bor-da. Maniakal xulq-atvordagi pedofillar ular avval o'zini hirsini qoniqtiradi, keyin o'ldiradi. Biz amaliyotimizda bo'lgan shu voqeani biz o'zimiz shaxsan o'zim guvohi bo'lganman, ochig'i o'zim ishlaganman desam endi mana hayotimga ham nima bo'lmasligi kerak, to'g'risi. Ayol mutaxassisman, lekin qo'rqmayman. Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmayman. 3 ta voyaga yetmagan shaxsni o'ldirib ko'mgan. Oqqo'rg'on tumani. Yillar davomida. 4 yilda 2-3 yilning ichida, 4 yilda. Unda ham xuddi shunaqangi jinsiy zo'ravon va maniakal xulq-atvor bo'lgan. Ya'ni demak maniak bilan pedofilning farqi shundaki, maniak o'ldiradi. Pedofil maniak o'ldiradi. Narigi pedofil u jinsiy zo'ravonlik qilib yashab yuraveradi. Oila quradi, bola chaqasi ham bo'ladi ularni. Va jертвасini, ya'ni anaqasini o'ldirmaydi. Yo'q. Va ular mana shu o'sha jinsiy zo'ravonlik qurboni bo'lgan, tirik qolgan bolalar yuribdi jamiyatimizda. Faqat ularda ham seksual xulq-atvor buzilgan. Ya'ni erkak va erkak munosabatlariga kirishib qolishgan. Va bularning soni ko'paygan. Ularning telegramlarda gruppalari bor. Ba'zan gruppalariga kirib bo'layotgan jarayonlarni ko'rib o'rganib chiqsangiz, ularning ichidan o'sha o'ziga partnyor qidirayotganlarni ko'rsangiz agar, yoshim men bunda, lekin menga 14 yoshdagi partnyor kerak deydi. U pedofil. U haqiqiy pedofil o'sha gruppaning ichida o'tiribdi. Men birinchi navbatda bu bir jins vakiliga bo'lgan sevgi, muhabbat emas, u hayvoniy hirs, uni aytib bo'lmaydigan darajadagi jirkanchlikka qarshiman men. Hamma qarshi. Lekin o'shalarning ham ota-onasi bor. Bilmaydi bolasini xulq-atvorini buzilganligini bilmaydi. Shoir opa, men o'zim ichki ishlar organida ham ishlaganman va lesbiyankalarga uchraganimizda men so'raganman, nimaga sen lesbiyanka bo'lding deganimda, u yoshligida nomusiga tekkan ekan, nafratim bor deydi erkaklarga. Shunaqa? O'shaning uchun men ayollarni sevaman degan. Xuddi shunaqa. U ham seksual xulq-atvor buzilishi. Uni ham xulq-atvori o'sha kichik yoshdan boshlab shakllanib kelayotgan paytda birinchidan shaxsiyati singan, ikkinchidan psixikasida katta travma, uchinchidan qarama-qarshi jins vakiliga nisbatan nafrat bilan qo'rquv va undan himoyalanish. Va uning natijasida o'zining jinsiga bo'lgan qiziqishlari oshib boraveradi. Va eng achinarlisi bizning o'zbek millatimizning ichida bunday toifalarning ko'payib borayotganligi. Va uni normal deb qabul qilishlari, o'zlari shunaqa deb qabul qilishadi. Nima qilibdi deydi. Yo'q, nima qilibdi emas, mumkin emas. Mumkin emas. Dinimizda ham mumkin emas. Dunyoviyligimizda ham mumkin emas. Bu eng katta xato va ertaga bu jarayonda jamiyatda juda katta bir muammolarni keltirib chiqaradi. Men o'zim shaxsan biladiganlarim bor. Endi qarang, pedofil hech qachon uzoqdan kelmaydi. Hech qachon. Bir intervyuda aytganimda, tog'asi, amakisi, otasi, qo'shnisi, qaynota bo'lgan shunaqa holatlar bo'lishi mumkin desak, siz bu gapingiz bilan butun qarindosh urug'larni o'rtasiga nizo solasiz. Ishonchsiz, shubhali munosabat paydo qilasiz deyishgan. Balkim, lekin yo'q emas-ku. Bu degani bu hammasi shunaqa degani emas. Baribir uni xulq-atvori, yurish-turishi, xatti-harakati sotadi-ku. Shu nuqtai nazardan gapirgan. Izohlarni o'qiganimda siz bu fikringiz bilan hamma insonlarning ko'ngliga shubha solyapsiz degan. Shubhalanish kerak. Ehtiyot bo'lish uchun shubha kerak bo'ladi. Bu shubha bo'lmasa ehtiyot bo'lmaymiz. Biz hammaga bir xil ishonamiz.
Farzandimizni, qarindoshimizni uyiga yotganda jo'natamiz, ayniqsa qiz farzandlarimiz, o'g'il farzandlarimizni. O'g'il farzandlarimizni kichikligidan boshlab ilm olish uchun mutlaqo biz tanimaydigan xonadonga olib borib berib kelamiz. O'rgansin deymizda. Pedofillik qurboni, jinsiy qurbon bo'layotganligini biz amaliyotimizda ko'ryapmiz-ku. Qanchalar achchiq bo'lmasin, bu haqiqat-ku. Biz agar bolamizni o'zimiz ehtiyot qilmasak bo'lmaydi. Bu katta jamiyat, bu hammaning qo'lida telefon bor. Bitta telefonga kiradi, bitta pornografiya yuklangan saytga kirish do'stupi bemalol hamma kiradi. Va kim nimani ko'rayotganligini biz nazorat qila olmaymiz. Kim nazorat qiladi? Ota-ona. Ota-ona bilishi kerak, bolasi qaysi saytga kiryapti, nimaga kiryapti. Roditelskiy kontrol, ota-onalik nazorati o'rnatilgan bo'lishi kerak. Bolasi bilan suhbat olib borish kerak. Trusiklar qonuni haqida gapirib berdim, shaxsiy chegaralar haqida gapirib berdim. Va bolani maktabdan kelgandan keyin bolani hayoti bilan qiziqish kerak. Shoir opa, dinimizda ham mahram, nomahram chegaralar berilgan, kim yaqin qarindosh, kim uzoq qarindoshlar. Bu ham dinimizda ham ko'rsatilgan aslida. Va mana shu Ohangaron voqeasida savol tug'ilyapti-da, nimaga bu qizcha bir o'zi qaytyapti maktabdan? Nimaga otasi yoki akasi yoki anaqasi qarindoshlari kuzatib kelmagan? Bir o'zi yagona bo'lganda u qiz. Kimyoviy kastratsiya gapingizga qo'shilaman. Men bitta maqolani o'qidim, Shoir opa. Amerikada ham bitta pedofilni ozoddan chiqarishgan ekan. Kimyoviy kastratsiya inyeksiyasini berishgan ekan. U uyga kelib gormonni oshiradigan Marhamat. Dori ichgan ekan. Xuddi shunaqa. Va yana iznasilovniya qilgan ekan. Kimyoviy kastratsiyada o'sha testosteronni urishadi -0 ga. U ko'tarib oldi. Lekin keladida aptekadan o'sha testosteronni ko'taradigan preparatni ichadi yoki qonini tarkibini yuvadi 3 kun, 4 kun, 5 kun kapelnitsa bilan, Bu tamom, bu chiqib ketdi. U bir umr tanada saqlanib qoladigan narsa emas-ku. Ya'ni bu yechim emas. Yo'q. Sizga murojaat qiladigan patsientlardan faqat qiz bolalarmi yo o'g'il bolalar ham bo'ladimi? Juda ko'p o'g'il bolalar kelyapti. Ya'ni yoshi katta, lekin yoshligida jinsiy zo'ravonlikka uchragan. Va juda ko'p mana shu oxirgi 3 yilda jinsiy orientatsiyasi o'zgargan. Erkak bilan munosabat qilganlar juda ham ko'p murojaat qilyapti. Ular boshqa davlatlarda yashaydigan fuqarolarimizdan ham xuddi shu muammoda murojaat ko'p. Ishoning, ular tuzalish yo'liga o'tgan. Ya'ni anglash boshlangan. Bu hozir ketayotgan yo'li xato ekanligini tushunishgan va buni yechimi borligini. Men aynan o'sha genetik buzilganlar haqida gapirmayapman. Bular hammasi orttirilgan seksual xulq-atvorning buzilishi yoki seksual orientatsiyaning o'zgarishi. Ko'p holatlarda psixiatrlarimiz aytadiki, davolab bo'lmaydi deydi. Men aytamanki, davolash mumkin. Mumkin. Shaxsni o'z ustida ishlashi, gormonal terapiya, psixoterapiya, toat, ibodat, taqvo, tavba, hammasini qo'shamiz biz. Va bugun natijalarimiz quvonarli. Bor natijalar. Juda ham zo'r natijalar. Juda ham katta natijalar va ular rozi. Odatda biz o'rganganmiz, pedofillar erkaklar bo'ladi. Ayollar o'rtasida ham bo'ladimi pedofil? Bor pedofil ayollar. Bor pedofil ayollar. Aqliy rivojlanishda orqada qolgan. Intellekt rivojlanishda, emotsional intellektda orqada qolgan. Kelinoylar bor, qaynisiga tegajalik qilayotgan. Bu yog'ini ushab, hingir qilib yurayotgan holatlar, shikoyatlar qilishadi. Yoki o'sha xulqat o'zini turmush o'rtog'idan olmagan mehr-e'tiborni boshqa bir o'sha kichik yoshdagi bolalardan olishni xohlaydiganlar. O'zini farzandini ham oladimi? Bor. Bor. Insestlar bor-ku. Bizning jamiyatimizda bor. Bor albatta. Chunki ularni xulq-atvorini, xatti-harakatlarini biz masalan ko'zimiz ko'rib qoladi to'ylarda, katta bir yig'inlarda, biron bir joylarda bular bildirmayman deydi, uni mehr deb ataydi-da. Farzandiga mehrliman deb o'ylaydi. Vaholanki pedofil. O'g'lini qisqanadi. O'g'lini o'zini mulkidek ko'radi. Uni hammani oldida quchoqlab, bag'riga bosib, mehr boshqacha. Agar buni mutaxassis bo'lmagan odam ko'rmaydi, lekin aytamanki, bunda moyillik bor. Va amaliyotimizda ishlagan paytimizda bir kelin aytayaptiki, meni ovsinim, ya'ni qaynona olamdan o'tgan, ovsin bu qizni kelin qilib olgan. Qayni 12 yosh bo'lgan, bu kelinoyi bo'lgan paytda
kelinoyi pedofil. Ya'ni qaynasini o'zi cho'miltirgisi keladi. Uni quchoqlab bag'riga bosib yotgisi keladi. Qaynisi uylanganda ham qaynasini bu ayoliga bermaslik uchun har xil to'polonlar qilib ko'rgan. Har xil. Narigi yigit 24-25 yoshdagi yigit kelinisini xulq-atvorini bu me'yor deb qabul qiladi. Onamning o'rnida onada deydi. Lekin buni kelin qabul qila olmaganligi uchun qabulga keldida. Keyin aytibki, yo'q, unda pedofiliya bor. Sekin-sekin so'rab o'sha surishtiruvlar olib borganda, o'sha kelinga savollar berib surishtiruvlar olib borganda, o'sha ovsin, ya'ni oldinroq kelgan ovsin pedofil bo'lib chiqqan. Ya'ni qaynisi uxlagan uyga kirib boradi, uni tana a'zolariga qo'l tekkizadi, uni qizg'anadi, "Maniki" degan bir jarayon bor. Oxiri alohida chiqib ketishdi shular shu xonadondan. Bu endi biz bilganimiz, bilmaganlarimizchi. Biz uni analiz qilib, qidirib topamiz. Chunki birdaniga aybni bo'yniga qo'yishga haqqimiz yo'q. Mana shunaqa deb xulosa berishga ham haqqimiz yo'q. Lekin biz uni o'rganishga kirishamiz. Xulqi, atvori, xarakteri, yurish-turishi, kuzatuvlarimiz natijasida shu xulosaga kelamiz. Yana bitta jarayon bor. Testosteroni baland bo'lgan ayollar. Ularda bu jarayonga moyillik ko'proq bo'ladi. Ya'ni bu gormonal holat bilan ham bog'liq. Albatta har qanday vaziyat sharoitda ham biz o'zimizni o'sha psixikamizda bo'layotgan jarayonlarni o'zimiz tahlil qila olmaymiz. O'zimga psixolog bo'la olmaymiz. Bu noto'g'ri gap. O'zimizga tish doktori ham emasmiz, nevropatolog ham bo'la olmaymiz. Mutaxassisga borishga o'rganishimiz kerak. Nimaga buni aytyapman? Men amaliyotimda yaqinda shunaqa bitta voqeani ko'rdim. 11 yoshdagi bola, lekin agar shuni xulqi, atvori ustida ota-ona ishlamasa, bu pedofil. Kelajakda shunaqa bo'ladi. Xuddi shunaqa. 13 yoshdagi bola singlisiga, ukasiga jinsiy zo'ravonlik qilyapti. Oila diniy nimaga mansub, dunyoviy ham. Ajralmagan, bolalar to'garakka ham boradi, boshqasiga ham boradi. Aka bilan gaplashyapman, u pedofil. Singlisiga jinsiy zo'ravonlik qilib bo'lgan. Ukasiga ham qilib bo'lgan. Lekin aybni o'ziga olmaydi va mana shuncha uni ko'zida afsuslanish yo'q. O'sha qilgan ishini xato ekanligini his qilish yo'q. Ota-onasiga aytayapman, buni psixiatrga olib borish kerak, buni davolash kerak deyapman. Psixiatrga olib boryapti. Psixiatr aytayaptiki, davolash kerak. Bunda xulq-atvor buzilyapti. Bu xavfli, bu shunaqa holatga olib keladi. Siz yo'q, biz o'zimiz to'g'rilab olamiz, rahmat deyapti-da, psixiatrdan davolanmasdan chiqib ketdi. Va menga ham qaytib kelgani yo'q. Va psixiatrga ham qaytib borgan. Va o'sha 11 yoshdagi zo'ravon bola, zo'ravon, unda gormonal o'zgarishlar ketyapti. U qiziqyapti. Otasi xabardor bo'lib qolgan. Poisk beradi-ku, poisk bersa, porno sestryonka deb yozyapti. Singilchasi 6 yoshda. O'shandan ko'rib qolishgan, istoriyasidan nimani qidirayotganini ko'rib qolib, keyin singilchasi bilan gaplashsa, shunaqa" deydi. Bola nima? Bola rost gapiradi, to'g'risini aytib qo'ygan. Ota-ona shokda. Urmagan, so'kmagan, to'g'ri mutaxassis oldiga olib kelyapti. Mani bolamning xulq-atvori o'zgaryapti. Agar shuni oldindan ko'rib, aniqlab mutaxassisga olib kelsa, to'xtatishi iloji bor. Faqat biz o'tib ketgandan keyin, qurbon bo'lgandan keyin murojaat qilamiz. Va biz yana aytaman, biz bilganlarimiz bu o'sha oxiri yomon oqibat bilan, o'lim bilan tugagan holatlarda xabardor bo'lyapmiz. Voy, ha, bilardik, bu g'alatiroq yurardi. Shu Oqqo'rg'ondagi bola masalasida qamoqda o'tiribdi hozir. 3 ta bola. 3 tani ham jinsiy zo'ravonlik qilgan. Bittasi qo'shnisini bolasi, bittasi sinfdoshini qarindoshi, bittasi buni qachondir tanqid qilgan odamni bolasi bo'lyapti. 3 ta. Uchalasi ham o'g'il bola. Uchalasi ham o'g'il. Alam qasosini olyapti. Lekin tashqaridan qarasangiz, u xususiy korxonada ishlaydi, avtobusda ishchilar bilan birga keladi, sexda bitta yo'nalish boshlig'i. Tashqaridan qarasangiz, unaqa xatti-harakatni kuzatmaysiz. Men o'zim shaxsan gaplashganman. Shunaqa zo'r bo'ladi, ustozlarini toptirib kelganman, mahallasi, ustozi. Chunki tergovga yordamchi kuch sifatida taklif etilganligim uchun borganman. Mendan boshqa ham psixologlar borgan. Lekin meni rakursim boshqacharoq. Men aytganman tergovchilarga, menga sinfdoshi kerak, qo'shnisi kerak, birga ishlaydigan, avtobusda birga borib keladigan odam kerak va buni taniydigan odam kerak. Mana shu 4 ta odamni topib beringlar menga deganman, topib olib kelishgan.
Olib kelganda gaplashyapman. Maktabda qanaqa o'qigan o'qituvchisi, maktabda dars bergan o'qituvchisi. Qanaqa o'qigan bola? Oxirgi partada o'tirardi. Matematikani yaxshi bilardi. Darslarda faol bo'lmagan. O'rtoqlari bilan uncha chiqishmasdi. Tanqidni qabul qila olmaydi. Doim yopiq yuradi. Uni ochilib kulganini hech kim ko'rmagan. Faktorlar berilyaptimi? Keyin qo'shni bilan gaplashyapman. Yosh bolalarni rosa yaxshi ko'radi. Yosh bolalarga konfetlar beradi. O'tirib peshonasidan o'pib qo'yadi, yuzidan o'pib qo'yadi. Meni shubhalanganim uni telefonidagi bolalar foto jamlanmasini yig'ib olganligi qiziqtirganda, chunki endi uylangan, hali bolasi xotini homilador bo'lgan o'sha paytda. Bu darajada bolajon bo'lmaydi erkak kishi. Erkak kishi odatda, ya'ni yoshi katta ayollarning rasmini ko'radi. Xuddi shunaqa. Ayollarning rasmini qo'yishi mumkin, yalang'och ayollarni ko'rishi mumkin, lekin bolalarni kolleksiya qildimi, buni o'zi bitta katta shubha. Norma emas. Norma emas. Ishxonasidagi xodim bilan gaplashyapmiz. Avtobus oxirida o'tirib oladi, kepkasini bostirib oladi, ishga boradi, yaxshi ishchi, zo'r ishlaydi, chunki oylik kerak unga. Ortiqcha hech kim bilan gaplashmaydi. Tashqaridan qarasa, yaxshi bola, juda mehribon ko'rinadi. Oilasidachi, Shoira opa, oilasida qanaqa? Oilasida u asrab olingan bola bo'lib chiqdi oxir oqibatda. Va unga bir yaxshi qiz olib berishgan. Men so'ramoqchi edim, pedofil oilasida xotini bilan, bolalari bilan qanaqa munosabatda bo'ladi? Endi unichi o'sha pedofil yashagan oilani o'rganib ko'rib aytish kerak. Ko'p holatlarda zulmkor ham bo'lishi mumkin. Jim yurishi ham mumkin. Hech qanday mana shunaqa qilibdimi, shunaqa ekanmi deymiz. Endi qarang. Jinsiy zo'ravonlik qurboni bo'lgan bolalar bilan, yigitlar bilan gaplashganimda hozir yoshlari katta-katta aytadiki, oilasi bor edi o'sha paytda uni deydi. Farzandlari bor edi unda deydi. Bitta qizi bor edi, bitta o'g'li bor edi deydi. Sen necha yoshda eding o'sha paytda? 7 yoshda, 8 yoshda, 9 yoshda, 10 yoshda, 11 yoshda men qarshilik qilganman unga. O'zini anglay boshlaganda. Lekin nima uchun ota-onangga aytmagansan? Ota-onangga aytsang, ota-onangga yomon bo'ladi. Bolalar qo'rqoq va bolalar himoyaga muhtoj. Shuning uchun ota-onasiga aytmaydi bolalar. Unga ishonadi. Va hozirgi yangi stillarda shantaj videoga olyapti. Rasmga olyapti. Hamsa tarqatib boraman. Aytsang, tarqatib boraman. Ha, sharmanda bo'lasan. Butun dunyoga sharmanda bo'lasan. Qarang, bu ham bir manipulyatsiya usullarida. Ular yaxshigina manipulyator. Hattoki o'sha amaliyotimda birinchi marta o'sha pedofil manyak bilan birma-bir o'tirishimga to'g'ri kelgan. Gaplashganingizda unga o'zingiz ham rahmingiz keladi-da. Shunday jabrdiyda, shunday hokisor, shunday bechara, shunaqangi bir himoyaga muhtoj insonni qiyofasini yoqib bergan. Lekin men u bilan uchrashgunga qadar juda ko'p faktorlar qo'limda, faktlar bilan bor. Bolalarni rasmini chiqarib olib borgan. Hamma o'sha 3 yilda qurbon bo'lgan hamma bolalarning rasmi bilan borgan. Taniysanmi bu bolani? Orada 7 yil o'tgan. Ha, taniyman palonchi. Siz tanimasligingiz mumkin, lekin o'zini o'ljasini taniydi-ku. Qayerdan taniysan? Bu bola yo'q bo'lib qolgan. Qayerga yo'q bo'lib qoladi? Mahallasini bolasi, ya'ni eng qizig'i bitta ko'chada, bir ko'cha ham 1 kilometrlik ko'cha bo'lsa, o'sha bitta ko'chadan 3 ta bola bir vaqt o'zida yo'qolyapti. Pedofil manyakning qurboni bo'lyapti. Bu bilan men demoqchimanki, shunday bir shubhali xulq-atvordagi insonlardan ota-ona bolasini o'zi himoya qilishi kerak. Eng birinchi bo'lib ota-onaga kerak. Va nafaqat bu jinsiy zo'ravon bo'lishi mumkin, g'ayri ixtiyoriy xulq-atvor. Liftlarda qizchalar yolg'iz ko'p chiqadi, uyga keladi. Podyezdlarga kirib ketayotgan paytda orqasidan kelib har xil qiliqlar qilayotganligini eshitamiz, o'zimiz ba'zi kameralarga tushib qolganlarda ko'ramiz. Yoki to'g'ri yurib kelayotgan paytda unga yopishib, quchoqlab, bag'riga bosib, o'zini nima deydi, shahvoniy fantaziyalarni qondirib ketayotganlarini ko'ramiz. Ota-ona agar bolasiga o'sha tashqarida yurganda qanday qonun qoidalarga amal qilish kerakligini o'rgatsa yaxshi bo'ladi. Biz ota-onamiz eslayman, maktabdan kelayotgan paytda o'rtoqlaring bilan birga kelgin deylar. Tayinlardi. Biz 2-3 ta dugona birga kelardik. Chunki yo'laklar borda, nima deydi, odam yurmaydigan yo'laklardan o'tib kelishimizga to'g'ri kelardi-da, birga kelinglar deb tayinlash kerak. O'g'il bolasiga ham, qiz bolasiga ham. Bugun pedofil uchun o'g'il bola, qiz bola emas. Farqi yo'q unga. Unga himoyasiz kichkina bola bo'lsa bo'ldi u. Hech kimga ayta olmaydi.
va xudo ko'rsatmasin shunday holat bo'lganda bolalarimiz ota-onasiga kelib gapirishni ustozlar va ota-onalar aytishi kerak. Senga kimdir yaqinlashtirdimi? Yaqinlashdimi, chegarangga kirmoqchi bo'ldimi? Baqir. Qoch. Yugur o'sha joydan. Senga yetolmasin. O'sha ko'p odamlar bor joyga kir, o'zingni ur o'sha yerda. O'sha yerda tur. Ko'zdan yo'qolguncha. Ani bilasizmi, hushtaklar bo'ladi-yu. Qolib bersa bo'ladi. Men nazarimda shu narsaga keldik. Men nazarimda, chunki biz bolalarimizni o'zimiz ehtiyot qilmasak, qarang, psixotrop moddalar iste'mol qilayotgandan chidan pedofillar chiqadi. Chunki u o'sha psixotropni sarxushligini ichida qilayotgan xatti-harakatlar nazorat qilinadi. Seksual xulq-atvori kichik yoshdan boshlab buzilishlar kuzatilyaptimi? Pornografiyaga yotib olib pornografiya ko'ryapti, miyani ichi pornoprogramma bo'lib ketgan. Bularni ota-onalari olib borsin doktorga. Biz eng katta kasalligimiz doktor oldiga olib bora olmaymiz. Odamlar nima deydi? Bolasini psixiatrga olib boribdi, bolasini psixologga olib boribdi. Nima, meni bolam jinnimi deydi. Pedofil nima unda u? Kasallik. Olib borish kerak. Xulq-atvorida qanaqadir o'zgarish bo'lyaptimi? Biz mana shu qo'rquv natijasida shu holatga kelib qolamiz. Olib borsam, doktor yomon gap gapirsa-chi deb qo'rqamiz. Olib bor, u aytadi senga nima qilish kerakligini. Endokrinolog davolaydimi, psixologga olib borgin deydimi yoki psixiatrga olib borgin deydimi, u aytadi. Mana shu qo'rquvlarimiz bizni shu holatgacha olib kelib qo'ydi. Biz mutaxassisdan qo'rqamiz. Qo'rqmaslik kerak. Bugun 21-asr. 25 yilini yashab bo'ldik. Xavf tashqarida, xavf qo'limizda, yonimizda, uyimizning ichida. Lekin biz o'zgarishdan qo'rqamiz. Yana bizda o'zbekchilikda borda odamlar nima deydi, uyat bo'ladi deyishadi. Lekin odamlar nima deydi deymiz, 20, 25, 30 yoshdagi katta odam aytmayapti-ku, odamlar nima deydi demayapti-da, qo'shnining bolasini jinsiy zo'ravonlik darajasida olib borib nafsini qoniqtiryapti. Shunaqangi xulq-atvor og'ishgan otalar bor. Seksual xulq-atvor tomi ketib qoladi uni. O'zini men amaliyotimda ko'rganman, o'zini qizini bulg'agan. Zo'ravon u. Ha desa, men ichkilik ta'siri deydi, men bilmadim bu xotinimmidi, qizimmidi deydi. Ekspertizalarda bular juda ko'p. Biz bilganlarimiz, bilmaganlarimiz. Bilmaganlari qancha. Borib murojaat qilishda qo'shnisidan uyaladi. Ikkinchi masala, ertaga deydi qamoqdan chiqib kelsa, bari shu odam bilan men yashashim kerak-ku deydi. Yoki qaynonam nima deydi? Bu erimni urug' aymog'i nima deydi? Falonchi nima deydi? Sani bolang-ku qurbon bo'layotgan. Ayama shu pedofil erkakni ayama. Voz kech, tamom, bola chaqangni olib chiqib ket o'sha xonadonidan. O'sha qarorga kel. Hattoki men amaliyotimda ko'rganman, 16-17 yoshli qiz otasi jinsiy zo'ravonlik nimasida yashaydi. Onaga aytayapman, "Ke, yozaylik" deyapman. "San yoz, men oxirigacha boraman, o'sha turmush o'rtog'ing qamoqdan chiqmaydigan qilib qamatib beraman. Oxirigacha turaman" desam, nima deydi? "Unda bizni kim boqadi?" Unda bizni kim boqadi? Sen turib chiqib ishlaysan. Yo'q deydi, u bizni boquvchimiz deydi. Boquvchisi o'zini qizini bemalol zo'rlab kelsa mayli. Tasavvuringizga sig'dira olmaydigan darajadagi muammolarimiz bor. Hammasi ilmsizligimizdan. Hammasi mana shu o'z paytida murojaat qilishni bilmasligimizdan va qonunchiligimizdagi bo'shliq va insoniylik, rahmdillik prinsiplari borligidan. Bor yozib ber, qonunda isbotlab ber. Yana eng yomoni bilasizmi nima? 3 kun agar o'sha jinsiy zo'ravonlik bo'yicha ekspertiza qilinmasa, bo'ldi, tamom, uni isbotlab bera olmaysiz. Lekin men o'zim amaliyotimda jinsiy zo'ravonlik qilgan, jinsiy qiliqlar qilgan 32 yoshda, 8 yoshdagi o'sha qo'shni podyezdda yashaydigan qizchaga, endi u qizcha bularni uyda turadi, chunki enaga, uni buvisi, buni enagasi, ona ishlaydi. Baraka topsin o'sha sudya. Shunaqa katta srokka shunaqa qamab bergan. Ekspertiza yo'q. Lekin qizcha bilan men o'zim shaxsan gaplashganman. Juda ko'p yuzma-yuz qo'yganmiz o'sha pedofil bilan. Yuzma-yuz qo'yganimizda u pedofil ekanligini o'zi bo'yniga olgan. Qizchani holati, men sud prosesslarigacha oxirigacha borganman. Mana senga. Va juda katta 18 yildan ortiqroq muddat bergan o'sha paytda. Shunday sudyalarimiz bo'lishi kerakki, ular ayamasin, aynan pedofiliyasi isbotlandimi?
ayamasdim. Man sudyalar oliy maktabida dars bergan paytimda shu jinoyat ishlari bo'yicha sudyalarimga har doim aytardim. Jinoyati bormi? Ayama. Aynan pedofiliya, jinsiy zo'ravonlik masalasi qo'yildimi? Yosh bolalarga. Bolalarga ayama. Yopma uni ishini. Chunki u holat seni farzandingda bo'lganida qanday holatni boshingdan kechirgan bo'larding, shuni ko'zingni oldiga keltirgin deb qaror bergin. Va men xohlaymanki, mana shu Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagilar, Senat xotin-qizlar bilan ishlaydigan jarayonlar ham, deputatlarimiz ham, hurmatli deputatlarimiz ham o'sha zo'ravonni qurboni sifatida o'zini farzandini, o'zini yaqinlarini, o'zini opa-ukasini, bolalarini qo'yib ko'rsin. Qanchalar ularga bu jarayon og'ir qabul qilinadigan bo'lsa, shu nuqtai nazardan jazo tayinlash masalasini qo'yishsin. Boshqachasiga yo'l yo'q va boshqacha yo'l ko'rmadim. To'g'ri aytasiz, shoir opa, biz afsuski bu pedofiliya holatlari tugamayapti va biz faqat natijalari bilan kurashyapmizda, sabablarini o'rganmayapmiz. Menimcha ilmiy ishlar qilish kerak, kitoblar yozish kerakdir. Mana chet el tajribasidan o'qib chiqdim. Masalan, arab davlatlarida o'lim hukmi borda. To'ppa-to'g'ri. Afrikani davlatlarida ham o'lim hukmi bor ekan. Hattoki Janubiy Koreyada ham bor ekan. 13 yoshlardan past yosh bolalarga tajovuz qilinsa, o'lim jazosi bor ekan. Siz aytib o'tdingiz, buni pedofiliyani tuzatib bo'lmaydi. Faqat yoki umrbod qamoqqa solish kerak. Yoki bo'lmasam aynan o'sha pedofilga nisbatan o'lim jazosini qo'llash kerak. Bo'ldi, tamom. Men ijtimoiy tarmoqda bir kun o'qib qoldim, o'sha Turkiyada 12 yoshli qizini o'ldirib, jinsiy zo'ravonlik qilib o'ldirgan pedofilni ota o'ldirgan. Qarang. Lekin otani qonuniy jazolayapti. Mana shu yerda bitta narsa borda. Ota u qotilni o'ldirishga haqli va bu jarayonda ming qotillik jinoyati bo'ladimi, otaga jazo bermaslik kerak. Chunki qiz u otaning oriyati, u nomusi, u otani oriyatini, nomusini o'ldirdi. Bu ham qonunchilikda bitta punktda bo'lishi kerak aslida. Lekin afsuski mana shu jarayonlar bo'shliq. Ya'ni boshidan o'tkazmagan odam bu og'riqni his qilmaydi va o'shanda sudya aytayaptiki, sizni endi qonun nuqtai nazaridan baribir jazolashim kerak. Lekin deyapti, siz ota sifatida to'g'ri qilgansiz. Qarang. Og'ir juda ham. Birovni guldek asrab, avaylab, hamma tomondan ehtiyot qilgan farzandini, qizini, o'g'lini kimdir tashqaridan turib o'zini nafsini, hirsini evaziga dabdalasini chiqarib tashlasa-da, biz unga nisbatan rahmdillik qilsak, yo'q, rahmdillik ketmaydi bu yerda. Aynan pedofillarga meni rahmim kelmaydi. Jinsiy zo'ravonlik ichida aziyat chekayotgan odamlarimiz juda ko'p. Foizda ko'p, faqat ular ayta olmaydi. Pedofiliya bo'yicha intervyu berganimda menga yoshlari katta bir inson yozdilar. 60 yoshdaman dedilar. Siz aytgan masalada men qurbon bo'lganman dedilar. 8 yoshda edim. 3 uy nariyadagi qo'shnim. Va bu voqea 1 marta, 2 marta, 3 marta bo'lmagan, 4-5 marta bo'lgan. Men o'sha insonni ko'rsam qochib yurardim. Lekin u inson menga faqat mehr muhabbat. Uydagilarim yaxshi-ku, yaxshi inson, seni yaxshi ko'radidir, lekin men ayta olmasdim. Shu inson xoru zor bo'lib, xarob bo'lib o'lib ketdi. Lekin u insonni menga yetkazgan ozordan men haligacha qutulganim yo'q. Tadbirkorman, boyman, hamma sharoitlarim bor, farzandlarim, nevaralarim bor, ammo lekin bir umr shuni og'rig'ini ichida yashab o'tdim. Gaplashinglar bolalaringlar bilan. Senga hech kim ta'ziyq qilmayaptimi? Senga zo'ravonlik o'tkazmayaptimi? Seni tana a'zolaringga hech kim teginmayapti? Seni hech kim o'pmadimi, quchoqlamadimi? Seni orqangdan kelib bir qiliq qilmadimi deb turib so'rash kerak bolalardan. Ishoning, qabulimga kelsa, masalam juda og'irda desa, birinchi beradigan savolim jinsiy zo'ravonlikka uchramaganmisan deydigan bo'ldim. Va o'sha kelayotgan odamlarning ko'pi shu holatlarga uchragan bo'lib chiqyapti. Oilaviy munosabatda keladimi? Farzandini olib kelsa, meni yuragim tushadigan darajada. Xayriyati yaxshi bo'l. Yo, yaxshi,
jinsiy zo'ravonlikka uchramagan bo'lsang bo'ldi. Boshqasi birinchi qiladigan ishim qarang, muammo bir chekkada qolib, shaxsiy chegarasini chizishdan boshlayman. Shaxsiy chegarangni o'zing chiz, ehtiyot qil o'zingni o'zing. Biz katta jamiyatdamiz. Va xavf har doim yonimizda. Shu mavzudan boshlaydigan bo'ldim. Va ba'zi holatlarda ota-onalar o'sha yoshi katta bolalarni ham olib keladi, 30 dan oshgan, hayotda o'rnini topa olmayapti deb olib keladi. Hayotda bir ishni natija qilib bera olmayapti deb olib keladi. Ijtimoiy jamiyatga moslasha olmayapti deb olib keladi. Ota-onasini chiqarib yuboraman, boringlar bir kofe-pofe ichib kelinglar, chunki uni tagidagi sababni bilaman, ota-onaga ayta olmayman, jinsiy zo'ravonlik qurboni va shu paytgacha na kasbga, na hunarga, na bir hayotdagi o'rniga ega bo'lmagan bo'lib chiqadi. Bunga nima deysiz? Va men bular qanchaligini men bilmayman. Bu meni murojaatlarimdagi faktlarni aytyapman sizga. Va birinchi beradigan savolim, nima tush ko'rasan deyman. Bir oyda bir marta takrorlanadigan tushingni aytgin deyman. O'zi aytib qo'yganini o'zi bilmaydi. Taqibda yashayman. Doim kimdir meni taqib qiladi. O'sha kimdirni aytgin menga deyman. Aytadi kimdir. U kimdir amakisini o'g'li bo'lib chiqadi. Tog'asini o'g'li bo'lib chiqadi. Qo'shni bo'lib chiqadi. Jinsiy zo'ravonlikka uchraganmisan siz? Uzoq ketadi qarab. O'sha uzoq o'ylanib qolgan joyingdan hozirgi holatingga qayt, ochiq gaplashamiz siz. Duv ko'z yosh oqadi erkak kishi. Shoir opa, shunaqa jinsiy qanaqalarga uchragan qurbonlarga, lekin ayta olmaydigan insonlarga nima derdingiz? Birinchi navbatda eng yaqin insoningiz bu onangiz. Qanchalar qo'rqsangiz, qanchalar ayta olmaydigan bo'lsangiz ham onaga aytish kerak. Farzandga onadan boshqa joni achiydigan inson yo'q. Otalar bu og'riqni his qilishi og'irroq. Nimaga? Ota shunda oladi-da, borib bir narsa qilib tashlaydi. Yo'q. Bu jinoyat, bu ikkinchi katta jinoyat ochiladi. Ona hech bo'lmaganda farzandini tushunib, bag'riga bosib, uni himoya qiladi. Men amaliyotimda ko'rganman, otalari bilmaydi hattoki qizlar jinsiy zo'ravonlik qurboni bo'lganlarini. Onalar biladi, sekin-sekin bilib olgan. Buni ham ba'zi holatlar bo'ladiki, o'sha oila qurish arafasida qizning o'zgarib qolayotganligidan bilishadi, qachondir u jinsiy zo'ravonlik qurboni bo'lganligi. Ungacha yo'q. Aytadiki, otasi bilsa o'ldiradi. Men tushunaman uni. Otani ori nomusi qiz. Yana aytaman. Otalar o'sha qiz farzandini ko'zini qorachig'ida saqlaydi-da va uni egasiga topshirib olgunigacha o'zidan o'tganini o'zi biladi. Men erkak kishi emasman, men ayol sifatida aytaman. Qizlarimni to o'sha voyaga yetkazib olgunimgacha, Xudoyim, ish qilib tashqaridan hech qanday ta'sirlar bo'lmasin. Ish qilib hech kim aldab qo'ymasin deb turib, har kuni qizlarga, hech bo'lmasa meni vaqtim kam-ku, material, o'qishga nimadir yoki ularni oldida переговорlarimni olib borardimki, eshitsin bolalarim. Hattoki jinsiy zo'ravonlik qurboni bo'libdi yoki joniga suiqasd qilibdi desa, tema og'irroq. Bolalarim o'smirlik davrida telefonni ko'tarib sal nariyoqqa borib gapirishga harakat qilaman prokurorlar bilan. Kichkina qizim aytadiki, ona, vaqt o'tib bo'lgandan keyin aytadiki, ona jinsiy zo'ravonlikka uchrabdimi? 13 yosh qiz. Ha, uchrabdi bolam. Ha. Shaxsiy chegaralarni aytish kerak-da. Onasi gaplashish kerak-da deydi. Yoki joniga qasd qilgan bo'lsa, endi gaplashasiz-ku ochiq telefonda, uy oila a'zolaringiz ichida gapirishga to'g'ri keladi. Telefon quturisi ko'tarmasdan ilojingiz yo'q-ku. Ular to'g'ridan-to'g'ri gapirishadi-da bevosita. Farzandlarim aytardiki, ona siz xavotir olmang. Bizga hech kim tahdid qilmaydi, chunki biz bilamiz yoki jonimizga qasd qilmaymiz, chunki hamma qo'lingizda bor bo'lgan xonangizda, kabinetingizda turgan materiallarni hammasini biz o'qiganmiz allaqachonlar. Shuning uchun bu jarayondan bizdan xavotir olmang deb aytardi. Nima uchun buni aytyapman? Onalar shu mavzularda ham bolalari bilan gaplasha olish kerak. Ayta olish kerak, ya'ni ma'lumot bera olish kerak. Ya'ni hammaga ishonib, haligi kattalarga hurmat, kichikka izzat ishlamayapti hozir u maqom. Yoki o'zingdan kattalarni aytgan gapini qil. Men aytaman, qilma.
Ehtiyotkorlik birinchi o'rinda bo'ladi. Albatta. Sani hayotingga, chunki kattalar aldaydi-da, yur men senga shokolad olib beraman yoki o'sha o'ldirgan qotilam nima olib bergan, chupa-chups bergan, qo'lda shirinligi bo'lgan, olib kirgan xonasiga, uyiga olib kirgan. Ishontirganda. Ungacha u bolani quchoqlagan, o'pgan, mehr bergan, bola uni tanigan. Qo'rqasiz ba'zan. Lekin bu gapim bilan men shubha uyg'otmoqchi emasman, ammo hushyorlik, ota-onani tiyrak ko'zi deymiz-ku, qanaqa tarjima qilinadi bu? Трезвый взгляд. O'sha jarayonda bo'lish shart ota-ona. Hushyor ko'rish kerak. Nimaga bu meni bolamga mehr muhabbat ko'rsatib qoldi? Nimaga bu meni bolalarimning atrofida o'ralashyapti? Chunki pedofil avval planlashtiradi. To'g'ridan to'g'ri harakat qilmaydi hech qachon. Uni programmasi bo'ladi. Uni o'sha programmasida planlashtirilgan bo'ladi. Bir masalani ko'rganimizda, masalan, yoshi katta qariyalar, seksual xulq-atvori buzuq, u azaldan buzuq bo'lgan. Qamalib ham chiqqan shu bo'yicha 15 yil, 16 yil o'tirib chiqqan. Lekin baribir o'sha xulqi buzuqligi, seksual xulqi buzuqligi bilan bunga zarar yetkazayotgan qo'shni ko'rib qolgan uni. Ayta olmaydi, chunki xotini shunaqangi bir urush qiladi butun mahalla bilan, erini himoya qilib, ayol shuni videoga olgan. Videoga olib turib, ona hokisor, ota yo'q u xonadonda, ona faqat ishlaydi bolani boqish uchun. Bola bir dona. Bu 10 yillik oldingi gap. Ichki ishlarga aytsangiz, isbot bormi deydi. Bor isbot, videosi bor desangiz agar, eski videodir deydi. Qarang, hamma birlashish kerak emasmi? Ichki ishlar ham, prokuratura, mahalla, inspektorlar, maktabdagi ustozlar, ota-ona hamma birlashish kerak emasmi? Shu insonni yoshi katta 70 yoshdan oshganda jinoyat ishi ochtirganmiz. Ochasan. Turib oldik. Ekspertizaga, proktologga ekspertizaga meni o'zim jo'natdim shu bolachani onasi bilan. Ko'rib ber, faqat vijdoning oldida ko'rib ber. Aldama meni dedi. Bo'ldi opa dedi. Ko'rib berdi, yo'q, jinsiy zo'ravonlik qiling bolaga. Oldindan foydalanib keling. Bu bir marta bo'lmagan. 5-6 marta bo'lgan. Ichki ishlar bilan shunaqa to'polon qilganman. Qamash kerak, tamom. Yoshi katta. O'lib ketsin yoshi katta bo'lsa o'sha yerda. Bu xavf bu. Bolaning kelajagi nima bo'ldi? Bu bola bilan o'zim juda ko'p ishlaganman. Endi hozir katta bo'lib ketgandir. O'sha paytda 10 yosh edi. Bu endi 10 yil oldingi gap. Bu yerda insoniylik nuqtai nazardan befarq bo'lmaslik. Albatta. Yana bitta nima bor, masalan, o'sha ba'zi hududlarda ko'p gapirishadi, o'sha to'g'ri yoshi kattaroqdir qaynatalarning o'sha seksual xulq-atvorining buzilishlari. Buzildimi? Xatti-harakatlari noto'g'ri ketyaptimi? Olib borib psixiatrga. Va uyda qaynata bilan kelinni qoldirib ketishadi. Kelin uyda o'tiradi, qaynata uyda o'tiradi. Qarang, Shoira opa, hozir ko'pchilik erkaklarimiz ishga ketyapti-da Rossiyaga uzoq muddatga. Va ayolini, bolalarini qoldirib ketyapti qaynatalar bilan. Bu ham yaxshi emas-da. Albatta. Ko'ryapmiz-ku, amaliyotda shu jarayonlar biz aytmaganimiz bilan, biz eshitmaganimiz bilan ijtimoiy tarmoqda chiqyapti-ku. Sizib chiqyapti-ku, videolari sizib chiqyapti. Sizni amaliyotingizda eng sizga ta'sir qilgan, xotirangizda qolgan holatni aytib bersangiz. Aytishim qanchalar to'g'ri, men bilmayman. Men o'sha voqeadan keyin bir 3 kun hech kim bilan gaplashgim kelmagan. Bobo va nevara. 13 yoshda qiz bobo tomonidan tegajaqlik qilinadi. 14 yoshda o'g'il farzand tug'adi. Ota-ona boboga nevarani ishonib, kun bo'yi ishda, kun bo'yi o'sha pul topish ilinjida yuradi. Va men bu voqeani juda og'ir qabul qilganman. Juda og'ir. Hech qanaqasiga hazm qila olmayman, haligacha hazm qila olmayman. Boboni xulq-atvori buzuq. Lekin tashqaridan qaraganda o'ta mehribon bobo. Agar otani yoshi katta bo'lib ayoli vafot etgan bo'lsa, uylantirib qo'yish kerak u erkakni. Uylansin. Lekin bu haqiqat. Va ikkinchi og'riqli masala ikkita bo'lgan ekan. O'sha amaliyotimda endi hali juda ham bir qalbimni larzaga keltiradigani, ota o'zini o'g'il farzandi bilan jinsiy munosabatda bo'lganliklar.
Bu bizni o'zbek millatimizga, bizni o'zbek xalqimizga, bizni o'sha bolajon xalqimizga, qadriyatlarimizga, tarbiyamizga, axloqimizga umuman to'g'ri kelmaydigan mudhish illatda, jirkanch illat deyman. Juda og'ir. O'sha ikkita voqeadan ham keyin men juda kuchli allergiyani o'tkazganman o'zimda. Hatto tanamgacha toshma toshib ketgan, qo'llarimgacha, yuzlarimgacha toshib ketgan. Aslida to'g'ri qabul qilishim kerak edi, lekin men uni qabul qila olmaganman. Haligacha ba'zi holatlarda hazm qila olmayman. Bu mavzu jamiyatning eng og'riqli nuqtalaridan biri. Pedofiliya faqat bir bolaga emas, butun oilaga va jamiyatga zarar yetkazadi. Shuning uchun har bir ota-ona, har bir ustoz, har bir fuqaro ogoh bo'lishi shart. Bolalarni himoya qilish bu faqat davlat yoki ichki ishlar organlarining vazifasi emas. Bu har birimizning insoniy burchimiz. Bolalarga ishonchli muhit yaratish, ularni tinglash, tushunish va himoya qilish kelajakni asrash demakdir. Shuning uchun ota-onalar, murabbiylar, faollar va rasmiylar barchamiz birgalikda bolalar xavfsizligi uchun javobgarmiz. Ogoh bo'laylik va hech qachon sukut saqlamaylik.